2016-yilda Kanadaning New Brunswick provinsiyasidagi Salmon daryosining yuqori oqimi uzra transport vertolyoti parvoz qilayotgan edi. Uning bortidagi maxsus idishlarda Dark Harbor dengiz tabiatni muhofaza qilish fermasida o'stirilgan o'nlab Atlantika lososlari bor edi. O'sha tongda baliqlarni ehtiyotkorlik bilan yuklagan biologlar ayni paytda nima xavf ostida ekanligini juda yaxshi tushunishardi. O'nlab yillar davomida Fandi ko'rfazining ichki qismidagi Atlantika lososlari bu daryolardan sekin-asta yo'qolib bordi. Avlodlar almashinuvi natijasida butun boshli ulkan populyatsiya atigi bir necha o'nlab baliqlargacha qisqardi. Bu jarayon shunchaki tur vakillarini tabiatga qaytarish emas, balki deyarli butunlay yo'qotilgan narsani tom ma'noda noldan boshlab tiklash mumkinligini ko'rsatadigan misli ko'rilmagan sinov edi. Pirovardida ushbu dadil qadam ko'plab kutilmagan qiyinchiliklarga qaramay, tiklanish bo'yicha keng ko'lamli loyihani yakuniy bosqichga olib chiqishga imkon berdi. Bugungi kunga kelib, bu daryolarga 13.230 ta losos qo'yib yuborildi va ularning 700 dan ortig'i allaqachon qaytib keldi. Bu so'nggi 10 yilliklardagi eng yuqori ko'rsatkich hisoblanadi. Ammo daryoning o'zida yuz bergan o'zgarishlar dastlabki ilmiy modellarning hech biriga mos kelmadi. Tim Robinson bu hududning tub aholisidan emas. U Fort Foley tub aholi jamoasiga 1995-yilda yashash muhitini tiklash bo'yicha mutaxassis sifatida kelgan va o'sha yerda umrbod qolib ketgan. Shundan so'ng 20 yillik uzluksiz mehnat, grantlar olish, mashaqqatli dala tadqiqotlari, uzoq muzokaralar va yangi grantlar davri boshlandi. 2015-yilning may oyida u Polet daryosi bo'yida oqimning o'zi harakatlantiruvchi, diametri taxminan 1 metr keladigan yangi uskunaning, ya'ni chavoqlarni tutish uchun mo'ljallangan aylanma barabanning yonida turardi. Baliqlar u yerga o'zlari suzib kirardi. Dastlabki haftalarda qopqonga faqat bir necha o'nta baliq tushdi. Har tong texnik xodimlar joyiga borib, baliqlarni qo'lda chiqarib olishar va sovitilgan suv bilan to'ldirilgan tashish idishlariga o'tkazishardi. Uzunligi 7 sm dan 10 sm gacha bo'lgan, yon tomonlarida to'q oval dog'lari bor har bir yovvoyi, yarim shaffof chavoq ro'yxatga olinib, belgi taqilgan holda Grand Manan orolidagi Dark Harbor dengiz fermasiga yuborildi. Asosiy maqsad ularni xavfsiz sharoitda voyaga yetguniga qadar o'stirish, so'ngra tabiiy ko'payish uchun yovvoyi daryoga qaytarish edi. O'shanda Robinson jurnalistlarga ilgari bu yerga 40 minggacha voyaga yetgan losos qaytganini, bugun esa ulardan 200 tadan ham kamrog'i qolganini va tur butunlay yo'q bo'lib ketish arafasida ekanligini ochiq aytgan edi. Tashish jarayonining o'zi ulkan bir tajriba edi. Tirik chavoqlar sovitilgan sho'r suvli idishlarda Fandi ko'rfazi orqali Grand Mananga olib borilardi. Fandi butun Atlantika okeanidagi eng notinch suvlardan biri hisoblanadi. Bu yerda dunyodagi eng baland suv ko'tarilishlari kuzatiladi. Past va baland suv o'rtasidagi farq 17 metrgacha yetadi. Yovvoyi baliqlar bilan bunday amaliyotni o'tkazish bo'yicha mutlaqo hech qanday qo'llanma yo'q edi. Jamoa bu qoidalarni o'z xatolaridan saboq olgan holda jarayon davomida yozib bordi. Ammo bu chavoqlar o'z ona daryosida allaqachon 2 yoki 3 yil yashab ulgurgandi. Ular ptikadyakning o'ziga xos kimyoviy hidini bir umrga eslab qolishgan. Garchi o'sha paytda bunga deyarli hech kim e'tibor bermagan bo'lsa-da, aynan shu omil mazkur yondashuvni mintaqadagi oldingi barcha inkubator dasturlaridan ajratib turardi. Bu hid nima uchun shunchalik katta ahamiyatga ega ekanligini tushunish uchun 47 yil orqaga qaytish kerak. 1968-yilgacha Ptikadyak daryosi Fandi ko'rfazining ichki qismidagi barcha Atlantika lososlari populyatsiyasining taxminan 20% ta'minlagan. Baliq ovlash hisobotlari faqatgina shu daryoning o'zida yiliga 5000 tagacha voyaga yetgan baliqlarni qayd etgan. Lososni anglatuvchi so'zi qadimiy matnlarda ko'plab zamonaviy geografik nomlardan ancha oldin paydo bo'lgan Mikmak xalqi uchun bu baliq shunchaki oziq-ovqat emasdi. Ptikadyak nomining o'zi kamon kabi egiladigan daryo ma'nosini anglatuvchi qadimiy so'zdan kelib chiqqan. Ular bu yerda minglab yillar davomida baliq ovlashgan. Ammo lososning yangi raqibi paydo bo'ldi. Bu yirtqich ham, brakonyer ham emasdi.
balki provinsiya hukumati tomonidan daryo bo'ylab atigi 2 yil ichida qurilgan. Uzunligi 1,4 kilometr bo'lgan monolit beton inshoot edi. U elektr energiyasi ishlab chiqarish yoki toshqinlardan himoya qilish uchun mo'ljallanmagandi. Bu to'g'on shunchaki ikkita shahar o'rtasidagi avtomobil yo'lini qisqartirardi. Qisqa qatnovlarning qulayligi daryoning 40 yillik hayotiga tushdi. 1968-yilda bu to'siq 21 kilometrlik jonli va harakatchan daryo quyilish joyini Sayoz chuchuk suv havzasiga aylantirdi. Baliqlar ko'payish uchun oqimga qarshi tepaga harakatlana olmay qoldi. Daryo oqimi bo'ylab pastga suzayotgan chavoqlar turg'un suvga tushib, shunchaki yo'q bo'lib ketardi. 1989-yilda Fandi ko'rfazining barcha ichki daryolarida losos ovlash butunlay taqiqlandi. Hukumatning mantiqiy xulosasi juda oddiy edi. Agar baliqchilar bosimi olib tashlansa, populyatsiya o'z-o'zidan tiklanadi. 10 yil o'tdi, keyin yana 20 yil. Baliqlar yo'qolishda davom etaverdi. Bu qat'iy taqiq bugungi kunda ham amalda. 1968-yildan so'ng Moncton yaqinida o'sgan bolalar baliqlarning ko'payish davridagi harakatini hech qachon ko'rishmagan. Minglab baliqlarni hali ham xotirlaydigan baliqchilarning nabiralari kimsasiz daryo bo'yida voyaga yetishdi va buni mutlaqo tabiiy hol deb bilishdi. 2000-yillarning boshlariga kelib, butun ichki Fandi ko'rfazidagi 33 ta daryo bo'ylab taqsimlangan baliqlar soni 200 tadan kam ekanligi haqidagi raqam inkor etib bo'lmas ilmiy haqiqatga aylandi. Bu endi odamlarni hayratga solmasdi, balki hisobotdagi quruq bir qatorga aylangandi. 2003-yilda Fandi ko'rfazining ichki subpopulyatsiyasi rasman yo'q bo'lib ketish xavfi ostida turgan turlar ro'yxatiga kiritildi. Mahalliy jamoalar uchun bu reyestrdagi shunchaki bir maqomdan ko'ra muhimroq ma'noga ega edi. Qabila sardori Joseph Knockwood to'g'onni buzib tashlashni 90-yillardan beri ko'plab davlat idoralari buni mutlaqo amalga oshirib bo'lmaydigan ish deb hisoblagan davrdan buyon talab qilib kelardi. U daryo manfaatlarini faol himoya qildi, hamkorlik aloqalarini o'rnatdi va jamoaning yosh a'zolarini o'sha paytda hali boshlanmagan ishlarga tayyorladi. To'g'on darvozalari faqat 2010-yilda ochildi. Bu to'siqni to'laqonli ko'prikka almashtirish 61,600,000 dollarga tushdi. Qurilish ishlari to'g'on barpo etilganidan 53 yil o'tib, 2021-yilda to'liq yakunlandi. Afsuski, qabila sardori Knockwood 2024-yildagi baliqlarning ommaviy qo'yib yuborilishigacha yashay olmadi. Tiklanish g'oyasining o'zi to'laqonli loyihaga aylanmasidan oldin ham bir necha bor to'sib qo'yilgan. Buning ustiga zarbalar bir vaqtning o'zida turli tomonlardan kelardi. New Brunswick tabiatni muhofaza qilish kengashining ekologlari loyiha hamkori bo'lgan yirik akvakultura kompaniyasini diqqat bilan o'rganib chiqishdi va 2011-yilda ko'rfazdagi omarlarning nobud bo'lishiga olib kelgan kimyoviy moddalardan noqonuniy foydalangani uchun 500,000 dollar miqdorida jarima to'lagan korporatsiyani ko'rishdi. Bu Kanada baliqchilik tarixidagi eng yirik jarima edi. Xuddi shu kompaniya o'zining turli hovuzlaridan baliqlar qochib ketganini qayd etgan. Buning oqibatida genetik jihatdan zaiflashgan ferma baliqlari yovvoyi lososlar populyatsiyasiga aralashib ketgandi. Ekologlarning mantiqiy asosi mustahkam edi. Tur qutqarilishini uning inqiroziga bevosita javobgar bo'lgan tomonlardan biriga ishonib topshirish mumkin emas. Olimlar statistikaga qarashar va butun dunyo bo'ylab yuz berayotgan xuddi shu achinarli manzarani ko'rishardi. Atlantika sohilidagi inkubatorlarda ko'paytirish dasturlari eng past natijalarni berardi. Tutqunlikda o'stirilgan baliqlar dengizdan yovvoyilarga qaraganda ancha kam miqdorda qaytib kelardi. Ular oziq-ovqat uchun yovvoyi baliqlar bilan raqobatlashar va o'ziga xos mahalliy genetik moslashuvlarni yo'q qilardi. Aynan shu ma'lumotlarga asoslanib, Kanada baliqchilik va okeanlar vazirligi 90-yillardan boshlab o'zining o'ta ehtiyotkor pozitsiyasini shakllantirgandi va buning uchun ularda jiddiy asoslar bor edi. 3. Sof jismoniy muammo ham mavjud edi. Dengiz fermasi mukammal ishlagan taqdirda ham daryo hanuzgacha yopiqligicha qolayotgandi. To'g'on 2010-yilgacha turdi.
Tim Robinson hali 2016-yildayoq faqatgina darvozalarni ochishning o'zi populyatsiyani tiklay olmasligini ochiq aytgandi. Populyatsiya o'ta oz miqdorda qolgan va qat'iy qo'shimcha qadamlarsiz raqamlar yuqoriga ko'tarilmasdi. Biroq bu uchala e'tiroz ham bitta xato taxminga, ya'ni bu loyiha shunchaki navbatdagi inkubator, tabiiy ko'payishni sun'iy o'stirilgan baliqlar bilan almashtirishga qaratilgan odatiy urinish degan farazga asoslangandi. Aslida hamma narsa boshqacha edi. Jamoa to'plagan chavoqlar yovvoyi daryoda allaqachon 2 yoki 3 yil yashab ulgurgandi. Ular toshlar ostiga yashiringan, hasharotlarni ovlagan va ptikajakning hidini o'zlashtirgan. Ular fermada tuxum hujayrasidan boshlab o'stirilmagan. Ular u yerda faqat himoyalangan xolos. Yosh lososlarning 90% dan 97% gacha bo'lgan qismi nobud bo'ladigan ochiq okeanga chiqishdek hayot yo'lidagi eng xavfli bosqichdan himoyalangan. Ferma tabiatning o'rnini bosuvchi vosita emas. U yo'lning eng qorong'i va xavfli qismidan o'tuvchi ko'prik vazifasini bajardi. Ammo bu hali boshlanishi edi. Raqib hech qayerga g'oyib bo'lmadi. U faqat yangi shakllarni oldi. 2023-yilning avgust oyida yovvoyi Tyulen Fandi ko'rfazdagi fermaning himoya to'rini yirtib tashladi. Shundan so'ng ko'p o'tmay, Magaguadavik daryosidagi baliq o'tkazish punktida aynan Atlantika Lososlari Federatsiyasi 1992-yildan beri monitoring olib borayotgan joyda 60 tadan ortiq ferma lososi qayd etildi. Yovvoyi daryodagi ferma lososi shunchaki ortiqcha baliq emas. U yovvoyi turlar bilan chatishtiriladi va ularning gibridlari hayotga ancha chidamsiz bo'ladi. O'shanda New Brunswick tabiatni muhofaza qilish kengashi vakili vaziyatni qisqacha xulosa qildi. Bu doimiy ravishda sodir bo'lmoqda va har safar kompaniya mas'uliyatdan qutulib qolmoqda. Loyiha populyatsiyani ko'rfazning bir qismida tiklayotgan bo'lsa, ko'rfazning boshqa qismida aynan o'sha korporatsiya uni barbod qilishda davom etardi. Bu ikkala jarayon bir vaqtning o'zida aynan bir xil suvda sodir bo'layotgandi. 2021-yilning oktyabr oyida birinchi jiddiy ma'lumotlar kelib tushdi. Milliy bog'dagi daryolar monitoringini uzluksiz olib borgan New Brunswick universiteti tadqiqotchisi Kurt Semveys raqamlarni ko'rib chiqdi va ko'rganlarini e'lon qildi. O'sha mavsumda 100 dan ortiq voyaga yetgan losos bog' daryolariga qaytdi. Bu 1989-yildan beri eng yuqori ko'rsatkich bo'ldi. Ayni paytda 4000 dan ziyod yovvoyi chavoqlar daryolardan dengizga ko'chib o'tib, 20 yillik rekordni o'rnatdi. Semveys bu ikki ko'rsatkichni birgalikda tahlil qildi va juda oddiy bir narsani aytdi. Populyatsiya nafaqat omon qolyapti, balki u mustaqil ravishda ko'paya boshladi. Bu barcha jasur umidlardan ham oshib tushgandi. Biroq Semveys ma'lumotlarni tahlil qilishda davom etdi. Haqiqiy kutilmagan yangilik hech kim hatto e'tibor bermagan tomondan keldi. Semveys bitta muhim tafsilotga e'tibor qaratdi. Nereist uchun daryoga qaytgan, voyaga yetgan lososlar yo o'sha yerda butunlay qoladi, yoki uzoq vaqt ushlanib qoladi va ularning tanasi chuchuk suv tizimiga beqiyos dengiz ozuqa moddalarini, azot, fosfor va organik moddalarni olib keladi. Bunday suvda o'sayotgan yosh baliqlar ancha bo'y oziqa bazasiga ega bo'ladi. Semveys jurnalistlarga bu elementlar daryo tubiga cho'kib, butun ekotizim tomonidan o'zlashtirilishini tushuntirdi. Ular keyingi avlod lososlari uchun qo'shimcha oziq-ovqat ta'minlaydi va tabiatning o'zini sog'lom hamda unumdor qiladi. Olim alohida ajratib ko'rsatgan yana bir ko'rsatkich bor edi. Tuxum qo'yish uchun birdan ortiq, ikkinchi va hatto uchinchi marta qaytib kelayotgan baliqlar ulushi o'sib borardi. Ko'pgina inkubator dasturlari faqat birinchi qaytishni qayd etadi va siklni yakunlangan deb hisoblaydi. Bu yerda esa baliqlar qayta qaytib kelishardi. Bu ularning yovvoyi suvda shunchaki omon qolganini emas, balki to'liq tabiiy siklni ko'p marta yakunlay oladigan darajada chuqur moslashganini anglatardi. Tez orada Semveys jismoniy jihatdan yetib borish deyarli imkonsiz bo'lgan irmoqlardan suv namunalari yig'ishni boshladi. U baliqning o'zini yoki qirg'oqdagi izlarni emas, faqatgina suvni izlardi.
Laboratoriyada ushbu namunalar genetik izlar, ya'ni lososning shunchaki o'sha yerda bo'lganidan darak beruvchi tangachalar, shilliq va DNK qoldiqlari mavjudligiga tekshirildi. Bir nechta irmoqlarda tahlil ijobiy natijalar berdi. Haqiqatdan ham baliqlar o'sha yerda edi. Barcha oldingi tadqiqotlarga ko'ra, u yerda o'nlab yillar davomida ular bo'lmagan. Ularning aynan qachon qaytib kelgani va u yerda qanchasi yashiringani haqida hech kim aniq bilmasdi. Tabiatni muhofaza qilish kengashlarining skeptiklari bu ajoyib natijalar e'lon qilingandan keyin ham o'z e'tirozlarini bekor qilishmadi. Ochiq to'rli hovuzlar xavfi bo'yicha ularning qat'iy pozitsiyasi o'zgarishsiz qoldi va bu asossiz emasdi. Biroq bahslar davom etayotgan bir paytda daryo allaqachon o'z hayoti bilan yashashni boshlagandi. Har kuzda Tim Robinson va Fort Foley jamoasi og'ir chelaklar ko'tarib Polit hamda Ptikadiak daryolari qirg'oqlari bo'ylab yurishardi. Uzunligi 60 sm dan 80 sm gacha bo'lgan og'ir va tuxum qo'yishga tayyor har bir voyaga yetgan losos sovutilgan idishlardan rezina qoplarga o'tkazilib suv tomonga olib borilardi. Har bir baliq suvga ehtiyotkorlik bilan tushirilar va to u o'z suzgichlarini ishonch bilan harakatlantirishni boshlamaguniga qadar oqimga qarshi ushlab turilardi. Keyin nima bo'lishini hech kim, na loyiha tarafdorlari, na hisobotlarni hamon diqqat bilan o'rganayotgan skeptiklar rejalashtirgandi. Tuxum qo'ygandan so'ng butun kuchini sarflagan har bir voyaga yetgan baliq okeandan o'zi bilan olib kelgan narsasini bir necha oy davomida Atlantika selt balig'i va skumbriya bilan oziqlanishi natijasida to'plangan organik birikmalarni daryoda qoldiradi. Bir paytlar lososlar butunlay g'oyib bo'lgan Salmon daryosining yuqori oqimida bu dengiz ozuqasi o'nlab yillar davomida mavjud emasdi. Baliqlar katta miqdorda qaytib kela boshlagach, daryoning umumiy unumdorligi keskin oshdi. Olimlarning ma'lumotlariga ko'ra, ko'proq ozuqa moddalari ko'proq plankton, ko'proq umurtqasizlar va yosh lososlar uchun ko'proq oziq-ovqat demak edi. Ammo yanada aql bovar qilmas voqea yuz berdi. 2021 va 22 yillarda tadqiqotchilar daryolarda zarg'aldoqlar va norkalarni, bu yerda butun asrdan beri ko'rinmagan hayvonlarni ko'ra boshlashdi. Baliq qaytgach, u bilan oziqlanadigan jonzotlar ham qaytib keldi. Trofik kaskad, ya'ni faqat bitta qaytarilgan baliqdan boshlangan oziq-ovqat zanjirining ulkan tiklanishi ishga tushdi. Loyihaning dastlabki rejalari va ko'rsatkichlarining birortasida ham bunday narsa yo'q edi. 1998-yilda Fort Foley jamoasi Baliqchilik va okeanlar vazirligi bilan birgalikda tiklanish bo'yicha guruhning birinchi yig'ilishida ishtirok etdi. Bu butun ichki ko'rfazda harakatlarni muvofiqlashtirishga qaratilgan birinchi urinish edi. 2001-yilda jamoa Kanadaning milliy bog'lari bilan to'laqonli hamkorlik o'rnatdi. 14 yillik murakkab dala ishlari, grantlar olish va muvaffaqiyatsiz urinishlar ushbu yondashuvni Ptikadiak daryosiga tatbiq etish darajasida mukammallashtirishga imkon berdi. 2015-yilning sentyabr oyida jamoa rasman ushbu daryo havzasida tiklanish dasturini ishga tushirdi. Aynan bir paytlar butun mintaqaviy populyatsiyaning 20%ni ta'minlagan va 2003-yilda tadqiqotchilar deyarli bitta ham yovvoyi baliq topa olmagan daryoda. 2024-yilning oktyabr oyida jamoa Ptikadiak daryosiga rekord miqdordagi baliqlarni 1300 dan ortiq voyaga yetgan lososlarni qo'yib yubordi. Suvni oq fotiha bilan duo qilish va baliqlarni qo'yib yuborish marosimini oqsoqol Donna Agustin hamda bilimlar muhofizasi Nicole Porter o'tkazishdi. Ushbu voqea to'g'onni buzib tashlashni 90-yillardan buyon talab qilib kelgan va ushbu loyihaga tashkiliy shakl bergan tub aholining birinchi yetakchisi, qabila sardori Joseph Knockwoodning yorqin xotirasiga bag'ishlandi. O'sha yili bu dastur Birlashgan Millatlar Tashkilotining tinchlikni tiklash bo'yicha yetakchi tashabbusi degan nufuzli maqomga ega bo'lib, sayyoramizdagi eng samarali ekologik loyihalardan biriga aylandi. Baliqlarni qutqarish bilan bir qatorda loyiha odamlarning o'zini ham tikladi. Jamoaning yosh a'zolari ta'lim olib, daryo texniklari bo'lib yetishdilar. Chavoqlar uchun g'ildiraklar o'rnatishni, baliqlarga belgi qo'yishni va monitoring ma'lumotlarini o'qishni o'rgandilar. Birinchi texnik mutaxassislardan biri ta'kidlaganidek, bu ulkan madaniy ahamiyatga ega edi. Dastur nafaqat ish bilan ta'minladi,
balki eng muhim bilimlarni yangi avlodlarga o'tkazdi. Ayni paytda Tim Robinson bu muvaffaqiyatli yondashuv boshqa daryolarda ham qo'llanila boshlaganini ta'kidlaydi. U Tantramar va Memramcook daryolarini shunchaki mavhum rejalar emas, balki agar moliyalashtirish ta'minlansa, real imkoniyatlar sifatida tilga oladi. U bitta daryo butun populyatsiyani tiklay olmasligini halol tan oladi. Ammo qancha ko'p daryolar jalb etilsa, muvaffaqiyatga erishishning umumiy imkoniyatlari shunchalik yuqori bo'lishini aytadi. 2026-yilning boshida sohaga ixtisoslashgan assotsiatsiya yakuniy statistikani e'lon qildi. Unga ko'ra, loyihaning butun tarixi davomida qo'yib yuborilgan voyaga yetgan lososlarning umumiy soni 13230 taga yetdi. 700 ta belgilangan baliq muvaffaqiyatli qaytib keldi. Ayni damda 3047 ta baliq Dark Harbordagi dengiz fermasida kuch to'plamoqda. Bahorda o'nlab yovvoyi chavoqlar daryoning bu qismini tark etib, dengizga yo'l oladi. Ularning aksariyati bu sayohatdan omon qolmaydi. Yovvoyi tabiatning shafqatsiz statistikasi shunday va u o'zgarmasdir. Biroq 3 yoki 4 yildan so'ng ularning ba'zilari albatta chuqur okeandan o'zining tug'ilib o'sgan daryosiga qaytib keladi. 13230 ta voyaga yetgan baliq o'z suvlariga qaytdi. Ptikadiak daryosi havzasiga 1 milliondan ortiq o'ldiriq va chavoqlar qo'yib yuborildi. Tabiat bizning xatolarimizni kechirishni va agar unga shunchaki imkon berilsa, hamda yo'lning eng qiyin qismida biroz yordam ko'rsatilsa, o'zini o'zi tiklashni juda yaxshi eplaydi. Agar tabiatning bardoshliligi va inson irodasining kuchi haqidagi ushbu hayratlanarli hikoya sizni o'ylantirib qo'ygan bo'lsa, atrof muhitni ko'z qorachig'idek asrab-avaylashni o'z burchingiz deb biling. Va doimo yodda tutingki, sayyoramiz tanasidagi eng chuqur jarohatni ham agar tabiatning buyuk rejasiga chin dildan hurmat bilan yondashilsa, albatta davolash mumkin.